Zamzamni olib, zamzam ichishlikni ham ibodat deb o'ylang. Qiblaga qarab, mana bu chiziq. Har oyog'ingizga qarasangiz, kafirni chizig'i Ka'baga sizni to'g'rilaydi. Ka'baga qarab, zamzamni ushlab, ichmasdan turib, Allohdan so'rog'ingizni aytib oling. Takbir aytib, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Allohim, sendan foydali ilm so'rayman. Halol rizq so'rayman. Gunohlarimizni kechirishlikni so'rayman. Bismillahirrohmanirrohim.